Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bilan ko'rishib qolish, karvonni rostdan ham o'g'irlaganmisiz? Shou biznesni menga bering. Jigarida assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Kosmonavtdan bo'lamiz deganmiz. Prokuror ham bo'laman deganman. O'qiganman ham bu sohada. Yoshligimda mana shu mashinalarga qiziqqanman-da. Katta bo'lsam, xudo xolasa o'zim avtoparkim, o'zim katta garajim, zo'r mashinalarim bo'ladi deb niyat qilganman. Maktab payti 4-5-sinflarda shu musiqaga qiziqib qoldimda, hamma narsa o'sha ikkinchi o'ringa o'tib ketdi, birinchi o'rinda muzika bor. Hozirgi kungacha shu muzikaning orqasidan non topib yuribmiz. Siz uchun do'st bir so'z bilan kim? Men uchun do'st bu ona ota. Pul baxt olib keladimi? Pul baxt olib kelmaydi, pul komfort olib keladi. Puling bo'lsa, ko'p narsaga qo'ling yetadi. Puling bo'lsa, xotirjamlik paydo bo'ladi. Bilasan, что seyfda tam puling bor. Bugun mana bu ishlarni qila olasan, bu joyga borsang, tiling uzun bo'ladi, yuzing yorug' bo'ladi. Hozirgi kunda hamma narsani pul hal qiladigan bo'lib qolgan, lekin bunaqa bo'lmasligi kerak edi o'zi. Sizga shunaqa imkoniyat berilsa, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bilan ko'rishib qolish nima degan bo'lardingiz ularga? Birinchidan, shu yurtimizda bo'layotgan barcha plus pozitiv narsalar uchun o'z minnatdorchiligini bildirardi. Men Shavkat aka iloji bo'lsa, imенно shou biznesni menga bering, men shu narsani o'zim olib boray deb aytardi. Menga Ministerstvo kultura kabinet kerak emas. Menga prosta shu yo'nalishda erkinlik kerak va o'zbek san'atini boshqa darajaga olib chiqish. Karvonni rostdan ham o'g'irlaganmisiz? Karvonni anaqa Ivan Vasilievich dedi-ku, qozonni olganman, o'tni olganman, bu o'tni olganman, lekin shpakni olmaganman dedi-ku. Eslaysizmi? Ha, esladim. Men karvonni o'g'irlamaganman. Yoshlik ikki og'iz maslahat, orzuligi orzu bo'lib qolmasligi uchun nima harakat qilishligi kerak? Orzu bo'lib qolmasligi uchun yoshlikdan, maktabni tugatmasdan oldin to'g'ri kasb tanlash kerak. Chunki to'g'ri kasb tanlagan odam har doim ishga maza qilib boradi. Ertalab ko'zini ochdimi, ishga borish kerak, ishga boraman, maza qilaman deb chiqish kerak. Siz yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Shu joyda sizni reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Okamni albatta atmetga qilib ketinglar. Salomat bo'ling.